Terlashga qarshi mana shu dezodorantni menimcha hamma bilsa kerak. Buni ko'k rangi ham bor. Ko'pchilik pushtisini qizlarga, ko'k rangini esa o'g'il bolalarga deb bilishar ekan. Aslida unaqa emas. Pushti ranglisi teri ta'sirchan va har xil dezodorantlar ishlata olmaydigan odamlar uchun chiqazilingan. Ko'ki esa buni dozasi sal kuchliroq, juda ham qattiq terlaydigan, suv bo'lib terlaydigan odamlar uchun chiqazilingan. Lekin men sizlarga bularni ham yo'lda qoldiradigan Koreyada nomer 1 bo'lgan dezodorantlarimizdan olib kelib qo'ydik. Hozirgi kunda Koreyada nomer 1 o'zi bundan ishlatishmayapti hech qaysi Koreys aholisi. Hammasi mana bunaqa dezodorantlar ishlatishadi. Bu aptechnik Koreyan aptekasida sotilinadigan dezodorant. Bu nafaqat qo'ltiqga ishlatiladi, qo'l terlashga yoki da oyog'inglar juda ham noxush hid bo'lib terlaydi-ku, o'shani ham yo'qotib beradi. Bir haftada o'sha rezultatini sezasizlar. Oyog'inglar hidlanishini olib beradi, qo'ltig'inglar suv bo'lib terlaydi-ku, o'shani ham yo'qotib beradi va noxush hidlarni ham yo'qotib berishga yordam beradi. Buni shundan ochganda mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Men o'zim 1 yildan beri ishlatib kelyapman. To'g'risi, mana bularda umuman effekt sezmadim. Lekin mana bunda 100% men effektini sezdim. Mana bu o'zim ishlatayotgan ochig'i. Ko'pchilik bu dezodorantlarni noto'g'ri foydalanishadi. Mana xarid qilsangiz, buni to'g'ri ishlatish qonun qoidasini o'rgatib qo'yaman. O'shanda 100% effektini sezasiz.